Qizim jonim, hozir telefonda fonarida dars qilish qanday bo'lyapti? Ko'rinmayapti. Yo'q. Svit bormi? Samarqand viloyati Pazarg'am tumanida. Yo'q. Yo'qmi? Bularga telefon qilsa, telefonni ko'tarmaydi. Assalomu alaykum, o'rtoq Mirziyoyev. Pazarg'am tumani hokimiga murojaat qilasizmi? Undan kattarog'iga murojaat qilasizmi? Elektrositni boshlig'i Umid akaga murojaat qilasizmi? Telefonda svit o'chgandan kodlab qo'yadi. Svitni keyin yoqmaydi. Qachon yoqasizlar deb so'rasa, aniq emas, balki yonib ketgandir deb javob berdi. Rustam degan dispetcheri. Osmonda ishlab turibdi. Tashavvora istingizdan. Sal svit so'rasangiz bo'lmaydi. Ana shunaqa. Kim bilan gaplashyapman desam, dispetcher bilan deyapti. Bularga qonuniy chora ko'rishni iloji bormi? Prezident buva. Siz o'zingiz bularga qonuniy chora ko'rmasangiz, boshqa hech kim ko'rmaydi. Bu bolalar qanday o'qish kerak? Bolalarning kelajagi nima bo'ladi? Kunduzi o'chiradi soat 11 dan kechgacha 6 gacha ruxsat oldik deb. Yozi bilan bular laylak haydaydi. Pazarg'am tumani elektrositini boshlig'i, xodimlari laylak haydaydi. Ozgina yomg'ir tushib, ozgina shamol bo'lib, ozgina sovuq tushsa, daraxt kesishga svitni o'chiradi ertalabdan kechgacha. Keyin nima deydi? Podstansiyalarda yog'lashini o'chiryapman deb o'chiradi. Aytgan joyiga borasiz, lekin topolmaysiz unaqa joyda ishlayotganini. Boshlig'iga telefon qilsangiz, mana telefonni olmaydi. Bularga bir qonuniy chora ko'rish iloji bormi? Pazarg'am tuman hokimi qayerga qarayapti? Uchinchi sektor qayerga qarayapti? Sektorlar qayerga qarayapti? Deputatlar qayerga qarayapti? Bu xalqni ham o'ylaydigan bir odamlar bormi? Insonlar bormi? Sizga o'xshagan insonlar. Siz o'zingiz viloyat hokimiyatida ishlaganingizda juda yaxshi ishlagan edingiz. Lekin bularda hech kim so'rovchi yo'q. Bu hokimlar qayerga qarayotganini hech kim bilmaydi. Bularni bir nazorat ostiga olib bir chora ko'rsangiz ekan o'zingiz. Iltimos sizdan. Samarqand viloyati Pazarg'am tumani Temurxo'ja qishlog'idan chiqyapman. Shu YouTube'ga qo'yyapman aka. Bizda hokimimizda yangi bo'lganda, yosh bola bo'lgan, kistasi tikilgan degan nima deydi? Shior bilan chiqqan edi. Kistasi tikilgan, lekin tili ham menimcha tili bilan ham amalga oshira olmaydimi? Bu xodimlarga buyruq bera olmaydimi? Chora ko'ra olmaydimi? 2-3 marta ariza yozdim. Foydasi bo'lmadi. Pazarg'am tuman hokimi hech qanaqa so'rab kelish elliqda tursin, hatto bir chora ko'rmadi. Hech narsaga. Meni 3 ta arizam javobsiz yotibdi. Men Tuymeyev Varana Narpulatovnaman.